Yerimi odam, yerimi hayvon tanlik odamiy maxluqlarning kelib chiqishi mana. Maxluq yaratish afsonini bilgan kishilar xolislar odatdagi odamlarni odamiy maxluq olmaydi. Nemişki insanlarning pushti turuqliq maxluq tanlik tug'ilib qoladi. Missionerlar buni burun qilgan yomonliklarning zulmat kuchi orqali tangi chirmishilishi deb qaraydi. Bu xil qarash kishilarning qalbiga urinib ketgan bo'lib, odamiy maxluqlar tushkunlikning sifatida insonlar tarafidan chekki qiladi. Lekin ajoyib hazine ve tushungurlik sababli keng maydonda ahvolni pishirishlar. Yani kelib odamiy maxluqlarning boshsonki va qini tekiganlikdan hoj cho'ng ishiltish qiymatiga ega bo'lg'achqa yuqori bahda setiladi. Degan issiq. Shu vaqtda bu mo'ylarimdan darhol qutulib odam siyoqqa qaytishni bakmi orzu qilyapti. Afsus. Ustida uxlasa pek rahat edi. Kechiring, mening sizga gelam yoki paloz bo'ldigan xiyolim yo'q. Ishkala tezroq manxonlar qanda quyosh ketishdan burun bamsaq darvozani taqib etadi. Qanaqa qilimi? Badanimdan ter chiqishini faqatla xohlamayman. Shundaqmi? Amisa. Voy! Nima qilyapsiz? Qo'rqansiz. Men darvoza sirtida qurib qilishni xohlamayman. Eskikansizlar, menimi ko'tirib. Sodgarlar, kirish ijozatnomasini chiqaringlar. Askarlar, tonishtirish xatinlarni chiqaringlar. Qog'illar, yo'l yurish kirishganlarni chiqaringlar. Burunda Lafomigaga kelishni orzu qilgan edim. Oxir keladigan bo'ldi. Beshimni ortmay jim tursang bo'lmamdi. Nil, qarang uningga. Askar, chiroyingizda turibmisiniz qandaq? Bu pistak siz bilan birgaligimda bek xush bo'ldim deydi. Nada undoq dedim. O'zingiz bo'ladi. Kengsi. Nasıl adamısınız? Anglasam cadugarlarni yo'qotishga askar qabul qildi ekan. Shunlashqa Venasning markaziga qarab ketyapman. Sizdeklar oziq chiraydi. Siz qandoq maxluq? Qandoq bo'lishim shuncha muhim. O ikkisini siz ep keldingiz. Sizlarning nima munosabatinglar bor? Ular biz uning kenzak chakarlari. Kenzak? Chakar? Shundoq. Biz degan arzimas chakar. Shuncha vaqtdan beri xo'jayinning iltifotiga erishib keldik. Albatta kechirik iltifotmi bor. Shundoqmi? Bir kishilik kirish haqqi to'lasangiz bo'ldi. Necha kun ilgari yaqin atrofdagi kana jodugarlarning hammasi hujumga uchradi. Biz sizda jodugar yo'qtirgan jangchilarni intayin qarshi olamiz. O'tishga ruxsat qilindi. Keyingisi. Sepil darvozasidan kirsangizga yordamlasa meni yana uryapsiz-ku. Siz qaysi jangchining chakarlarning buyruqiga bo'ysunganligini degan bo'ldingizmi? Og'zingni yumish. Sizlarning kasabtinglardan ular meni qullar bilan ko'ngil ochadigan benormal xumper deb o'ylab qoldi. Bu tushkunlikning beshorti emasmi? Bu rivoyatlardagi Fomiga. Nima degan ovoz? Venasning sodgalarining hammasi mush joydan o'tdi.
Asker, tezroq bozorga berib söylab kelaylik. Yaxshi yemeklarni to'yga yeyayli. Bo'lmaydi. Nemishqa? Oldi bilan oldinroq yasinib olmasangiz bo'lmaydi. Musha oltingiz bilan sizni mehmon saroyda emas, ot yig'ildimi turg'ili qo'ymaydi. Uni degani to'g'ri. Hozircha kirlarmi bundan yaxshi kiyinadi. Men talada qo'ysam hech qisi yo'q. Faqat askarning mo'yini quchoqlab uxlasamla bo'ldi. Shart tuxunsangiz karim yo'q. Men unda qilmayman. Bunda qisaq boshqalarning diqqatini qo'zg'ab qo'yaman. Yo'tkaydigan kiyim kechkingizni aytganmidingiz qachon? Nol, qandaqmi shuncha uzun safar qilgansiz? Daryoni ko'rsam yuyindim. Qo'zig'im assa yavu meyli yedim. Odam uchrab qolsa ayib o'tdim. Yomg'irda qolsam o'nkirda panohlandim. Hech bo'lmasa pulingiz badu. Kavva, buncha qimmat narsani uchiqashgar chiqarib ko'rsatyapsiz-ku. O'zingiz pulingiz bormi deb so'rag'achqa it ko'rsatdim. Nimaga ochig'laysiz? Mavi eng kichkili yetadi. Buni setib, kiyim-kechak epkiyim. Rastli yaxshi erkansiz. Aha. Bu narsa xeyli pulga yaraydi-ku deyman. Men tarki dunyo odam. Bu narsalarni aslida eg'iz gap bilan aldab ketalaydingiz. Kim biladi, bundan keyin shunday qilib qolamdim dexe. Men degan pul uchun odam o'ldiradigan yollanma askar tursa. Yo'q, mumkin emas. Ay, u yoqutlarni ko'rib qo'rqib ketganingizni meni ko'mdi deganmidingiz? Og'rib ketdi. O bakri yarashdi. Ayni maliklarga o'xshab qopsiz. Sizga safarda kuyugida kiyim tanlang dedim-ku. O'ras shundoq degan. Boshqani sinab boqay. Amsa salpal ochiqroqni silab boqamsiz ya. G'asmi sen ablah. Sen so'tak og'zingni yum. Bu xon qizga kiyim tanlab berayotganimni ko'rdingmi? Yoqtirmadim. Menimcha bu yarashmag'idek. Qarasam o'zini sollasak tezroq bo'g'idek. Askar. Mening mushun ag'im bor. Tipsi yaxshi ham apchilikkan. Bak yoqtirdim. Sizning qanday ekan? Bo'ladi qanday turdi. Lekin siz cho'mmi? Hech qisi yo'q. Siz bo'ladi deysizmi? Mushuni olaman. Bunaqa masajtirib kiyman desangiz, mana bu oyoqni tanlang. Yana bu paypoqmi bor? Oy, bunda hunarmi bor degan. Ay, bo'lmasa senmi birni og'a. Men degan o'g'il bola. Men yanala o'tchitlarni dastlab yalan oyoq yo'l yurishni yaxshi ko'raman. Putingiz maynatib ketmamdi. Askar ko'tirib mangsa maynat bo'lmaydi. Sizni atigandan kashkit ko'tirib yurmayman. Amsi meni tashlab qo'yib qaringiz bo'lmamda? Meni nihoyatda mehribon odam deb o'ylab qoldingizmi? Bo'ylaringiz shunday yumshoq ham ko'p bo'lmaydi. Oyoq yeyingiz keldimi? Ish qilib oyoq yeymisangiz bo'lmaydi. Ben pulni hisoblab o'tam. Hey, bu kiyimni almashtirib o'tam. Bildim. Nanda? 女の裸がそれほど珍しいか? Bekli qo'polkansiz. Xo'jayiningizga muloyimroq bo'ling. Ozroqmi xijil bo'lmaydi ekansiz? Yuragim chiqib ketgila tos qoldi. Bugun o'lib ketsam o'rminim yo'q. Qandayroq? Pek yaxshi nol. Sizga besh bos ketdi. Askar. Rost gap qilsangizmi, hech qisi yo'q. Bayqidan yaxshiroq bo'ldi. Oldida kichikmisini itib olsangiz, badaningiz ichilib qolmaydi. Samimiyroq bo'lib maqtab qo'ysangiz qandoq? Yo'q. Buni qanday qilaman? Sakli ko'nrab ketibdi, tashlab etam. Shuncha yildan beri men bilan birga yurgan hamroyimni tashlab eting demoqchimisiz? Dunyoda oxirlashmaydigan ziyofat yo'q. Bakla rahimsizkansiz. Lekin bu tartingizni yaxshi ko'raman. Tashlab etmoqchi bo'lsangiz, mana bering. Men saqlab qo'yay. Fikringizga kimning pulini to'lamasangizmi bo'ladi? Qanchalik pulni sotaman desangizmi, olay. Xudo qilmas. Do'stligimizning oxirlashadigan vaqti bo'ldi. Bu sizning bo'lsin.
Sizga ko'p rahmat. Ko'nglimni ilashtirib. Tez mang'ayli. Amsa men ko'chada cho'glab kelay. Ey, to'xta. Amsa men borman. Bo'lmaydi. Kelinimni almashtirib bo'ldim-ku. Endi quladigan mehmon saroy topmasak bo'lmaydi. Kechiring, bu yer to'shib ketdi. Biz faqat insonlarni qabul qilamiz. Ot yig'ilib bo'lsa-mu bo'ladi. Menga rahim qiling, otlar urkib ketadi. Men texi maxluq odamlar ko'p shaharda bundoq bo'lmaydi deb deganman. Maxluq janchilar qo'nsin nima bo'lmoqdak? Siz maxluq odamlarni odam yeydi deb anglaganmi? Albatta. Lekin nihoyat oz qismdagi maxluq odamlarni shunday qiladi-ku. Mehmonsaroy lobining ifodasidan qaraganda ba'zi maxluq odamlar shunday qilgan o'xshaydi. Unda qilmang. Qaraganda sening odam yeyish xumoring qo'zg'algan o'xshaydi. Seni chatoq chiqarishingni oldida bir taraf qilib etsan bo'g'dak. Xumorim tutmadi. Men nihoyat sagak. U qul bu yerda oynab yuribdi-kan. Jonimni xush qilay dedim shu. Sablaxsaning kasobatidan bizga turg'idak bir joymi chiqmadi. Kechiring. Bu yerdimiding? Yaxshimisan, birodar? Yana bir arzimas maxluq. Xo'sh. Boyaqa ablax sana avarchilik debmadimi? Bu yerda maxluq odamlar haqiqatan ko'pkan. Bu yerda lag'aylab yurgichi bo'lma. Tez mangmamsan. Bizmi tezroq berib turg'udak mehmonsaroy topaylik. Av ko'chada maxluq odamlarni turg'izdigan mehmonsaroy bor. Lekin u yerda turishga qurbon yetamdi yo'q belgili bo'lmaydi. Bu uy bo'ldi ekan-ku. Lobaning mulozimatimi atrofliq ekan. Buning hammasi mening go'zal ruxsarimning kuchi. Siz yondagi uy deyaptim. Men nimish askar bilan birga turg'udakman. Kelin, cho'qim men bilan turishing kerak. Uxlab yotganda kallamdan ayrilib qolmayman demisingiz mayli endi. Shunda qila oladigan gap qilasan-ku. To'xta. Nima men qo'shaylar? Qochaman dema. Askar. Balini bo'za qilmasangiz qanday? Undoq yemaysiz. Mana bundoq yeysiz. Asli bundoq ekanda. Bashishgan. Siz bu go'shtni yeb boqqanmi? Yiliqi g'oyat zo'r yovtungizmi? Askar. Ixtiyoringiz. Sheriff, bu go'sht keltiring. Erimchikni ko'proq selang. Yaqindan buyon yaxshiroq orammi olammi edi. Askar, kech bozorga cho'qim boraylik, ha? Askar! Men bu yerga kelishni dod ko'zim bilan kutgan tursam, meni amma yushirincha kemashimitimiz, ha? Kechirim so'radim-ku. Qamlashmagan, hajatni o'rin qo'g'dug'ichgan bu. Haras, meni boshqa yotoqqa o'rlashib qo'yishingiz mushuning uchun-kanda? Kim kichib oldingiz? Bu yerdagi haroqning hammasi mening. Haroq isam nim bo'pti, ha? Oy, bu bayiqi birodar-ku. Meni ko'p aski selib olding-ku. Bunda qilsang pek zerikishib qolmamda.
Hammaylar maxluq. Men ishga o'xshamayman, kollektiv harakat qilishni xohlamayman. Men ishda emas, bo'ra. Mayli nimalar dema, teningdagi yovvoyi hayvonlarning purqi bekli pushikkan. Shundoq chiroyli qizni qanday qo'lga tushirib olding, ha? Voy, unaqa chiqilma. Mening jodugarlarim bilan almashtiraylik. Jodugar? Ular asli missionerlar tarafidan o'ldiriladi. Taliga men ularni qutuldirib qoldim. Seni birga almashtirman. Qanday? Ziyon topmaydigansan? U mening lobinim, almashtirishga bo'lmaydi. Loban? Burada chaqchaq usgansan juma. Bo'pti. Qaroringni o'zgartganda meni izlaysan juma. Xo'shamsan? Askar. Ular jodugar emas. Bilma. Bashla. Ochig'im kelyotdi. Nima o'xshash? İşni içib qo'ydim. Kechish qaçmaslikni o'zinglar belgilanglar. Hey. Bana tushundirgan yo'qmi? Ularning jodugar emasligini sen ablahmi bilasan-ku deyman. Kim biladi, jodugarlar odam aldashga bek usta. Amaliyotda bu jodugarlar meni qaymoq turganlik uchunlar ularni o'ldirmadi. Ularni qayerdan epgandi? Ha? Jodugarlar yushiringan kanatdan. Bularni men bulatganmikan? Azroq o'qitib qo'ysamlar, kanat fuqarolari o'zi menga topshirib bergan. Qaraganda sen ishchiroy ablah o'ylig'inimda razil kelsa. Men degan bo'ra o'qitdingmi? Men yana bir qadamday, ularning hammasi odatdagi insonlar, ularni darhol qo'yman. Voy, bu gapingga qaraganda jodugarlarni bek yaxshi tushundiga o'xshamamsan. Maxluq odam bo'g'ashqa doimgidek jodugarlarga uchrab turaman. Bildim birodar, hech kimning jodugar ayollar bilan chetilib qolg'isi yo'q, shundoq emasmi? Rost shundoq. Lekin bu ish o'xshamaydi. Ular mening bu bo'ldi. Ya'ni kelib sen bilan hech qanday munosabat yo'q. Maxluq odamlarga oid yomon xabarlar hamma yerda tarqalib yursa yaxshi bo'lmaydi. Sen bu menga o'xshashqa. Qishingdagi o'q tez. Sağ dedim, u meni yollagan. Rost yolg'inni kim biladi? Men bilan bir tutishib boqamsan. Kim usta u qiz shuning bo'ladi. Sana yana bir qatimday u mening lobimdan. Chataq yo'q. Bu sinishqa men qo'shilaman. O'z beshimchilik bilan qaror chiqaman. Men o'zimni mukofot qilsam, har ikkinlarning fikri yo'qdir. Xeyli shufqat ekansiz-a? Turib qosqanda qilaman deganni o'ylamadingizmi? Mening askarim hargiz yengilmaydi. Moshunda qarorni yengiltaksiz bilan chiqargan bormi? Ha, nim bo'lmoqchi edi. Qon to'kiladigan elish bo'lmasa ya bu. Bir taraf yengilsa oyoqlashidi. Qilishma artish chiroyga moslanmaydi ekan. Yomon emas ekan. Oy, yomon kelsan, ha? Vaqtida doldilanmagan bo'lsam, so'ngaklarim puchurib ketarkan. Lekin menga taksizlarsan hisob. Tugashdi. İnsanlar bilan ilishgan bo'lsang balkim yengilmas edi. Lekin o'xshash maxluq qirg'uchi bilan ilishadigan pek ojiz kelsa. Bo'ldi,
Tembelken. Aha, ben tembedim. Yaxshi qildingiz. Nimani degan bilan mening askirimda. Chat tuturup tamaşa görüp oldunuz mu? Amsa, men nima harbini kesib qo'yay. O zukam bo'lib qolarmi o endi? Maxfiyatlikni saqlang, ha? Men o işitqi dərsi yutib qoydum. Ketiş ketmaslikni o'zinglar tanlanglar. Ko'p minnatlarimiz. Ularga o'xshash odatdagi insonlar jodugar deb qaraladigan ishlar doim yuz beramdi. Shundoq. Jodugarlarni qirish jarayonida ziyonkashlikka uchraydigan odamlar oz emas. Yana kelib bundan keyin texmi ko'payishi mumkin. Chunki faqat jodugarlar ularning o'z odami emasligini ayirga oladi. Deganda nimaga vaqiraysan? Uningga qara. U doim shunday qiladi-ku. Bu qilma. Yo'q maxluq tushkunlikning belgisi. Tasavvurga nimandaq boysan, qilin Soltak. Og'zingizni yuming. Qo'lingizni olmaydigan bo'lsin. Soltak. Dedim-ku, bu kalla menimdi. Faqat bir kallığı şu, bana bir versanız ne buludu? Olmaydı, bu mening. Hech kimga bermayman.